Ha, unisi aniq. Endi u hozir sizni mashinangizni kimdir olgan taqdirda ham, u ham bugunchalik arzon oldim deb o'ylaydi-da, bir 3-4 oydan keyin bu ham qimmatli qilib qoladi o'sha odamga. Ishoning, endi narxlar keskin tushishini evaziga hech kim mashina olib, men yutib haydayman demaydi endi. Bitta narsa, mashina olaman bo'ldi, baygi peshonam deb minadi. 5 million arzon bo'lam, 4 million arzon bo'lam, baribir arzonga sotadi. Oldin edi. Mashina olib, odamlar minib qimmat sotadi, foydasi bilan sotiladi. Agar metan qo'ysa 5 millionga 10 million qo'yib sotsa ham ko'taradi. Endi u davrlar bir davr, endi o'tib ketdi. Salom qilyapti shu narsani, har yil narx ko'taradi. Hozir endi har yili Cobalt skidka beradi. Yili ichi bo'lmasa 3 marta, 4 marta skidka beradi endi mashinalar. Yana 10 million skidka beradi. Keyin bitta vakillar jo'natadi, eshik taqdirlar. Qiziqqa beradi. Bitta guring aytaymi? Samarqandlik do'stim, mashinangiz polni kraska, ahvoli ko'rib turibman, holati ja ideal emas. Siz endi bilmagansiz, siz uchun tajribada bu narsa. Agar mana shu mashin 50% kraska bo'lib turganga bitta guring 36-37 milliongacha olaychidim. Agar 50% kraska bo'lib tursa, bu hozir 100% kraska. Generalni chiqishi yaxshi ekan, o'shani evaziga bo'ladi desangiz, baravar tekis qilib 30 million bera olaman. Generalni chiqsa bo'ldi. 30 million so'm naqd pul beraman. Kam deysizmi do'stim? Ismingiz nima edi? Firdavs. Nechinchi yil siz o'zingiz? 2001. Uylangansizmi? Shuning uchun ham kraskasiga e'tibor qilmagansiz-da. Uylangandan keyin so'ray boshlaysiz, to'g'risini ayt, kraskasi qayerga ketdi? Chunki bu ham bir g'orda, ro'zg'or tushadi odam boshiga. Boydoq yigitga maza lekin. Nima deysiz Firdavs? O'zingiz nima deysiz? Mayli, men ola olmasam ham siz sotib oling, bir kelishtirib bir narx aytingchi. O'zingiz nech pullar deb o'ylayapsiz? O'zim 50 millionga cheklab kelgandim. Ha, 50 millionlarmi? 50 millionlar endi olmaydi, Lacettilarni endi olmaydi. Shunga cheklab kelgandim endi. Ya qiyin. Mani ko'pchilik o'ylashi mumkin, aka o'zingizga 48 ga 50 ga Lacetti turibdi deb. Eng qiziq joyi turibdi ular. Ularni hech kim olmaydi, turaveradi. Iloji yo'qda, stanka qimmatroq ekan chiqarib beradi deb bo'lmaydi. Chunki mashina u ham. Mashina turish kerak. O'zim 10 mingga olganman. 15 million atrof ko'robkasi arlanayotibdi mana. Juda qiziq ketdi. Qarang, bitta guring aytaymi, Firdavs. Bu mashinda Samarqandga olishi mumkin, eng baland olsa ham 40 milliongacha oladi. Men ochiq yuring, Samarqandni ham narxini bilaman, ozmi ko'pmi? Samarqandni o'ziga ham zo'r sota olsangiz, ag'bag'iga qarab 40 million sota olasiz. Samarqand ham hozir misol qimmat aytgani bilan olmayapti. Aytilishi bor hamma yoqqa. Bozorga kirsangiz, mashinalarning narxini so'raysiz, aytilishi bor. Lekin qo'lda ushlab turib, mana buncha beraman, bering aka deb mana siltab turgan joyini ko'rmaysiz. Chunki naqd pul salgina odamlardan qochdi. Lekin hozir men so'rayapman 30 million. Naqdga so'rayapman, Firdavs. Endi bir narsadan kechish kerak bo'lsa, kechish kerak. Keling bir ish qilamiz. Men sizni tushundim. 35 million deb aytib ko'raman, menga sizdan pul kerak emas. Agar kimdir olsa, bering, lekin yaxshi sotgan bo'lasiz. 35 million deb aytib ko'raman. Agar qani shu yerga bir kimdir Lacetti olaman deb kelgandir balkim, ishi hal bo'ladi. Bitta sizning ishingiz hal bo'lsa, shu yerdan yana bir kishining ishi hal bo'lgan bo'ladi. 35 million deb aytib ko'raman. Firdavs, nima deysiz? Ha? Ya. Ancha tushib ketganman, lekin juda ancha portam lekin. Ancha portam bundan deyman. Endi iloji yo'q, endi shu bayga bersin. Mashina olmoqchi bo'lsangiz, narxlar ancha pastlagan lekin. Ishonmasangiz, erta bozorda mana Qarshini bozori erta, ya'ni yo'l tomoni bozor. Bozorda ham ko'rsangiz bo'ladi-da, narxlar ancha taylagan. Skidka degan narsani salon qildimmi, biluning dayvoga Bag'dakilarga ham narx tushadi, hamma mashinaga tushadi. Kim o'yladi hech bir zaman Cobaltga skidka beradi deb. Har yili narxini 2 marta, 3 marta ko'taradi, 5 million, 4 milliondan. Bir tushirishga 10 million tushirib yuboryapti. Yana bir tushiryapti, yana 10 million tushirdi meni.
Xudo xolasa dekabrga yaqin yana skidka beradi. Hech kim olmagandan keyin nima qiladi? Skidkalar bo'lsa ham sotadi-da. Biz ham hech kim olavermasa mashinalarni o'zimizga skidka beramiz-ku. Iloji yo'q-da shunday. Nima deysiz Firdavs? Bir 35 millionda aytib ko'ray. Ishingiz hal bo'lsin. Aytib ko'rayman, 40 million bo'lsa. Ya 40 lar endi balandda Firdavs, juda balandda. Tushmaysiz. Keling, bitta aytganini qiling. 35 million keyinchalik ham ko'rib boring. 1,5 so'mga qarab qoqilib qolmang, o'zi ketayotgan zararingiz bor, bilaman. Ziyon zahardan achchiq bo'ladi-da, uni hamma biladi. Mendagi ziyon ham, sizdagi ziyon ham ziyon degan so'z bo'lsa, hamma ziyon yoqmaydi. Yoqimli narsa emas. Lekin iloji yo'q. Undan kattasiga ham tayyor turish kerak. Jon sog'ki, shunisiga shukr qilaylik, bir ish qilamiz. Keling. Firdavs, sotamiz mashinamizni, lekin bir 35 millionlar deb ko'raylik. Aytib ko'raylik. Agar oluvchi bo'lsa, ko'rsin. 5-4 million uchun savdoyingizni qaytarib o'sha yergacha bormang. 40 baland, juda aytilishga ham baland-da. Nech pulda aytib ko'ray, xo'p. 40 juda baland. Pastroq ayting san. Yo'q, qarang, mayli. Eshiting. Sizcha borib turib, hech bo'lmasa bir 37 da aytib ko'ray. Men turib turasiz, chiqib ketmaysiz, balkim kimgadir to'g'ri keladi. Men ola olmasam aytaman, siz sota oling shu yerga kimgadir. 37 deb ham aytib ko'raman. Bo'ladimi? O'zi 35 ga ham sensatsiya bo'ladi, 37 deb ko'rasiz. Yana ham 2 million qo'yib aytib ko'raman. Xo'p. Faqat rozi bo'ling, Firdavs. Unda ichingizni tortmang, yaxshi narsa emas ish tortish. Yo'q, ichim tortganim. Yaxshisi keladi. Ishoning, yaxshisi keladi. 37 da aytib ko'ramiz. Mayli, bitta so'rang, aytib ko'ramiz keyin. Bitta so'rang. Ha, bir 37 da aytib ko'raylik, ishingiz bitsin. Xo'p. Texpasportini ham olib beringni. Akalar, ko'ringlar, agar kimgadir Lacetti kerak bo'lsa. 1.8 Lacetti 2010-yil. General davriniz chiqadi. Asli bo'lgan, arqa tomonlari yaxshi turibdi. Oldidan sal tekkan bo'lgan. Polni asli bo'lgan, kraskasi polni 37 million bo'lsa beraman deyapti. Ega, kondisionerlar ishlaydi. General davriniz chiqadi. Akalar, ichimizga 37 millionga Lacetti 1.8 oluvchilar bormi? Naqd 37 million bo'lsa beriladi Lacetti. Motori yaxshi 1.8. Kondisioner bor, ABS bor, metan gaz bor. 37 millionga oluvchi bormi? Firdavs, qarang. Aka bilan yana bitta narsani gaplashing. Bitta narsani. Xolasangiz bir 5-10 minut o'tiring, 5-10 minut o'tiring. Ras sotishga ko'ngil. Mayli, men 30 so'radim, 30 ga qotib qolmayman. O'shadan keyin siz mehmonsiz. Mehmon ato xudo deydi. Otangda ulug' ko'r deydi-ki, bitta narsa, mayli 1,5 so'm baland olaman, qarshini mashinalarga nisbatan. Bu odamdan bir so'rab ko'ring, avval 37 dedim, o'tirib ham ko'ring, bitchi. Nima bo'lsa bo'ldi, 34 milliongacha bo'lsa olib qolaman o'zim. 4 million qo'yib so'rayman ustiga. 34 million sizga naqd pul bera olaman-da, 35 million deb katta qilib laboya yozib qo'yaman. Bugun bo'lmasa erta buni ham egasi kelar. Bitta uni ham so'rab turing, birdan berishingiz shart emas. Turib turing avval. Mana kimdir balkim 37 ta olib qolar. Agar to'g'ri kelmasa ras sotish ko'nglingiz bo'lsa, men buni qarshi mashina bo'lsa 30-32 milliongacha olaman eng uzoqi. Sizga mana 2-3 million baland qilib so'radim, 34 milliongacha o'shadan kelganingiz uchun men o'zim naqd pul bera olaman. Bitta o'ylab ko'ring, to'g'ri kelsa aytasiz, xo'p? Avval turib turing 5 minut. Aslida yaxshimisiz? Gaz jihozlarini o'rnatishga vakolatni o'tkazish huquqsiz vakolat beraman deyapti. Vakolatni o'tkazish huquqi bilan faqat gendan genga berilgan, qolgan narsa kiritilmagan. Qarang. Hozir kirdim. Hasan Husanmisizlar? Yo'q. Ovozi Husan. Men. Shu kishi generalni bera oladi. Hasan aka bo'ladimi yo Zuhrami? Fatima. Fatima. Ha, shunday bo'ladi. O'zingiz qayerdanmi? Nishon. Yangi nishon, eski nishon, savxoz. Necha? Birinchi. Birdanmisiz? O, birinchi savxoz. Chorva ko'ptasizlar? Bozor, birinchi savxoz bozori ko'pda. Nech pul deysiz aka? So'raysiz, biz aytdik, olganimizda aytdik. Yo'q, men olganingizni eslamayin dedim. Narxini ayting buni. Men tug'ilganimga onamda aytish bo'yicha, endi chin aytdilarmi, yolg'on aytdilarmi bilmayman.
necha yuz grammdir kam 3 kilo tug'ilgan ekanman. Tug'ilganimga. Endi men o'shani aytishim kerakmi o'zi taroziga chiqsam? Men tug'ilganimga 3 kilo edim. Hozirmi? Nima hozir 113 kiloman deyishim kerakmi? Eslanmaydi bu narsalar. Bunday qilasiz. Bo'layotgan narxda. 25 issiq sovuq bilan so'raverasiz. Ya qarang, bitta guring. Polni kraska o'tadi. Motor qanday? Yog' yeydimi yo'qmi? Yo'q. Yemaydi. Agar iloji bo'lsa yoqib bitta motorni ham ko'raylik, Ismoilga bir minut ushlab qo'ying. Xalos to'y qilib, Behruz. Mana aka. Beri yaxshi. Men sal lishni zvuk bor ekan, motorga yapman. Solishtiramilar shuda. Metan emas ekanda, propan ekanda. Hujjat qilinganda endi metan qo'ymoqchi bo'lsa, qo'ya olmaydi. Ruxsat bermagan ekan o'sha yerga. Metan qo'yishga ruxsat qo'yilmagan ekan. Pul, mashin propan bilan ketadi endi, xudo xolasa. Ancha vaqt. Ha. Ismingiz nima edi sizda? Islom. Islom aka qarang. Mayda chuyda savdo qilmayman, bo'layotgan guring qilaman. Balandparvoz gap kerak emas, to'g'rimi? Maydalashib, uni buni tushuntirib turish ham shart emas. O'zingiz ham Instagramdan faolsiz, bilishimcha. Ko'rib boryapsiz narx-navolarni. Shunday mashinalar nechta olinyapti, nechta sotilyapti, unisidan ham xabaringiz bor. Uncha e'tibor qilmayman. E'tibor qilmang, Nexia kelsa o'tkazib yuborasiz. Yo'q, unchalik emas endi. Islom aka, qarang. Bo'layotgan bir martni guringini aytaman. Bo'layotgan savdo. Mayda chuyda qilmaymanda baravar teks 20 millionga qolsa olib qolaman aka. Mayda chuydasiz. Hozir 20 dan pasaya bering deb tilanmoqchi edim, to'g'risi. Guringiz sal martroq bo'ldi deb aytilishi ham. Mayli tilayman 25 so'raysiz deganingizga men bitta narsa kelishtirib aytganingiz uchun qochirmasiz savdo qildim. Bu degani mayda gapga kerak yo'q. Mayda gapni qoldirmadim. Bo'ladigan bo'lsa naqdiya 20 millionga qolsa olaman, mayli rangi ham, kraskasi ham o'zi bilan. Faqat ko'ngilni yoyib bering, rozi bo'lib bering. Barakangiz bormi? Naqd 20 millionga. Alloh barakasini bersin. Qo'shaman, faqat sizga emas, sotgunimcha qo'shaman. To'g'risi, qo'shiladi, endi qo'shmay sotmayman demayman, aldamayman, birovni aldamayman. Rizqim bo'lsa halollab yeyman. Eldicha aytaman uni. Faqat siz 20 ga rozi bo'ling, siz bilan mana 17 beray, 20 dan aka 1 million o'tib bering degan gapni qilmadim. Kerak yo'q unoqchi gap. O'zi chiroyli guring qilganingiz uchun chiroyli aytib olyapsiz. Aytamanki, menga bir og'iz dal gapirsa, men ham dal gapiraman. Bu bir martni gapi bo'ladigan savdo. Buni 20 gacha savdo qilgunimcha 1 soat, 1,5 soat vaqt o'tadi o'zi asli. O'sha narsa kerak emas dedimda, bo'ladiganini mana choyning qopqog'ini yo'q, bo'ldi, damlansin deydi, o'shanda. Zo'r bo'ldi, 20 million naqd pulga. Barakangiz bormi? Islom? Ranima qo'shing. Qo'shaman, hozir emas. Jim tursangiz aytaman, nech pul qo'shib sotishimni. Sizga bermayman qo'shganimni lekin o'zimga. To'g'risi. Faqat rozi bo'ling, siz 20 millionni olasiz. Naqd 20 million. Rozimisiz? Bo'ldi, bas. Ha, olasizmi? Qarang, hech kim yo'q, xoliqatni. Reaksiya kirishib turadi. Ha, siz ham olmoqchi edingiz. Ha. Qayerdan edi sizniki? Bu yigit Kasbi Deyno Domilla. Necha yil bo'ldi tanishganimizga? 2-3 yil bo'ldi. Nasib qilgani shu ekan, Domilla. Mana bu Oldirog'iz dedi, mana o'zlari ham kelib shaqqala. Assalomu alaykum. Shu o'g'liz mashina olmaydi, lekin boshimda og'ritadi-da. Shuga shu o'g'lizdan mana qutuldik. Yo'q. 2 ta, 3 ta mashina ko'rsatdim o'tgan yili. O'tgan yil ham keldi bu yigit, Domilla nomerlarini hali ham menimcha bo'lsa kerak menga sizni. Xo'p, qisqasi obzorni aytaman, bu yigitga da'vo qilmaysiz, Islombekka gendan gen bor ekan. Generalni chiqadi. Mashin Sonus tramvor g'irt prostoy. Radno detali 4 ta eshikning yuqori qismi radno. Qolgan joyi asli bo'lgan tomecha. Lekin motor, Sonus tramvor bu. Yaxshi tomoni Sonus tramvor. Usletel o'ziniki. Usletel o'ziniki turibdi. Bittadan ham udari yo'q. Salondachi super qilingan ekan. Lekin g'irt prostoy chiqqan, salondachi super qilingan, 20 millionga olindi. 1 million qo'yib sotaman, bilasiz. 1 million qo'yib sotsam siz rozi bo'lasizmi, Domilla? Rozi bo'ling. Amaki, yaxshi kunlaringizga buyursin. Mazza qilib mening, tayindan shamol o'tsin. Sog' bo'ling. Islom, ko'rdingiz, 1 million qo'yib sotdim, endi rozi bo'lasiz. Aytdimmi, jim tursangiz aytaman deb. Avamuli. Odan, endi 4 kun o'zim
4 kun o'zim ishlamadim. Osiyo Avto kanali ko'payib ketgan, jon akalar. Mana boya ham bir aka kelgan, boya bitta video ko'rdim deb, boshqa Osiyoda yozilgani u bizning kanal emas. Eski o'tgan yilki videolar, undan oldingi yil videolar, keyin qandaydir mashinalar savdosini ular podpischik ko'paytirish uchun Osiyo deb kanal ochibdi-da, qo'yib boribdi-da. O'shanga salgina ehtiyot bo'linglar. Mana o'zimizda Osiyo Avto kanali mana 758 talik kanalda, endi shu kunlik kunga 758 ta podpischik bor ekan. Mana shu kanalga realni kunlik savdolar qo'yiladi. Osiyo kanali ko'p. Endi ular u ballar endi shu o'sha ballar ham ko'rsa, iltimos, mayli Osiyodan foydalanyapsizlar, podpischik ko'paytiryapsizlar, lekin eski videoni qo'ymanglar. Mana men ham qidirtirishga tushsam, yoki bir xavfsizlikka aytib, bu qilishni bilaman men. Men yozuvchi o'tib qolmay. Mana shunday ish qilayotgan blogerlar, yangi chiqayotgan blogerlarda ular o'sha ishni qilmanglar, qo'yayotgan bo'lsanglar, olib qo'ymoqchi bo'lsanglar ham kunlik videoni olib qo'yinglar. O'tgan yilki videolarni olib qo'yapsizlar. Men bu yerga kelgan xalq noto'g'ri tushunib qolyapti. Telefon qilib yo'q mashinalarni so'rashyapti. Iltimos sizlardan mana shu narsalarga e'tiborli bo'linglar. Keyin ko'rib kelyapsizlarki, Osiyoda o'ziga podpiska qilib qo'yinglar. Iltimos sizlardan. Menga podpiska ko'payish uchun aytmayman, men chalg'ib qolmanglar deyapman-da. Kanal ko'p ekan. Men o'zim ertalabdan beri 5 ta videodan bitta chiqib kelyapman, lekin u kanallarni tonimayman hech qaysini. Lekin Osiyo Avto, Osiyo bir balo deb qo'yib olishgan. Men videolarim qo'yishyapti-da, juda eski videolar ular. Ammo hech kimdan qarshiligim yo'q. Men shu kun qo'yilgan videoni o'zi olib qo'ysa, men roziman, shu kun qo'ysa. 1 yil oldingi videoni qo'yapti, odamlar chalg'ashib ketyapti. So'rashyapti keyin. Keyin o'sha mashina qani deb kelishyapti. Qaranglar, mana haqiqiy Osiyo 258 ming talik Osiyo Avto realni bo'layotgan narsa. Usmonov Akmal deb kirsanglar 528 ming talik turibdi. Osiyo Ustakaga kirsanglar 274 ming talik turibdi. Mana shular realni qo'yiladi. Qolgani fake. Fake kanalda ular ko'p. O'sha narsadan chalg'ib qolmanglar. O'sha fake kanalga qo'yayotgan ham hozir shu videoni ko'rarki, o birodar, kim bo'lsang ham, mana uzoqdan odamlar kelyapti. Seni qo'ygan videolaring mana shuncha odamni noto'g'ri chaqirib qo'yishib Azim akankini ham aytib o'tdi. Ha? Azim Shohda yozilgan. Bu ham yangi video qo'yiladi faqat. 66 ming talik, bu ham realni bor narsa. Amaki sizga mashina muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Endi keyingisini savdo qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamay yuribsizmi? Qayerdansiz sizniki? Dehqonobod. Oh, Dehqonobod. Tarafdan Dehqonoboddan bir kishi bitta Nexia sotuvdi, Dehqonobodlik yigitlar oldi. Tiko. Ishtirab tushibdi. Aka, Rossiyaga ketaman, aytdi, to'lab qo'ysangiz topolmayapmiz. Hozir topamiz-da. Pasportlarimiz 2020 kraskasini ko'rib chiqinglar bo'lmasa buni bir. Dehqonobodda. Yangam nomi ham mashina. Generalni chiqadi, ha? Chiqarib olishgan. Qiyinki. Yo'q, chiqarmasak bo'lmaydi. Qiyin deganim menga emas, sizga sal qiyin bo'ladi. Chunki sal pastroq so'rayman, aka. Xo'p, bayaqlari to'g'ri kelsa bo'ldi. Xo'p. Jo'rabek, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Jo'rabek, zo'rmisiz? Mashina olib keluvdik-da, Ha? bilan birga. Mana bunimi? Ha. 38 yoshga olamdan o'tdi-da, yigitda. Boyagi Toshkentga ishlab, to'q uribda. Aha. Uni endi kreditlarni yechgan bo'lsa kerak-da hozir bularda. Tonish ashuna og'ayinda bo'lib qolgan, 4 ta farzand qarmog'iga qolib, u bo'lib qolganda hozir oilasi endi. Endi buni zalali tegyapmasa, shu vaqtgacha kredit to'lab kelyurganda. O'shani aytaman-da, aka, jon aka, o'shani aytaman-da. Mana bu odamlar hadeb kreditga yopishyapti-ku. Shunday. Bitta narsa o'lim haqda, hammamizning bo'ynimizdagi bor narsa. Shunday. Sizda ham, meni ham, Shequt degan hammamiz xohlaymiz, men aytga boramiz-da, aka. Mana shu endi hozir bayaqda xo'jayinlari shunday bo'lgan. Shunday bo'lgan, ha. Akasi bo'ladi, 4 farzand endi voyaga yetmay qoldi. 38 yoshga vafot etdi-da. Endi krediti bor edi. Agar imkoniyat Hozir buni kreditini yopdinglar. Tarixdan olingan.
qilishgan. Farq ochilmaydi aka. Shunga agar pichoq agar ortib qolsa o'shandan. Nechta farzandlari bor? 4 ta voyaga yetmagan. Hozir qarang, voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, sizlar notariusdan so'radinglarmi? O'zi buni hozir sotib olasizlar. Ana u hozir kelindi endi kelin nomi Kelini nomi bo'lgan bilan xo'jayinlar olamdan o'tgan bo'lsa, o'limli xatlarini olinglar. oldi hammasi. Ballar voyaga yetmagan ekanda rozilikni oldirish kerak deb aytishlarni ham. Ba'zan shunday bo'ladi-da. Ular hammasi boradi ko'chalar. Muammo yo'q ularda. Aytgan joyiga nima kamchilik bo'lsa hammasi to'g'ri qilib beriladi. Kredit Shunga agar oz munchagina ham qolsa boya kredit yopgan puldan mana uy-kuyini remont qilib hali darvoza ham qo'yilgan yo'qda. Agar qo'ldan kelsa. tushundim, aka, men sizni tushundim. Akalarim 1 so'm, hammasidan yarim so'm. boshqa olib Omon bo'ling, omon bo'ling. Behruz, kraska qayerlarda bor aka? Eshikda ko'rdim, 1 yevro bu. 1 yevro. Ha, ko'rdim, 1 yevro oling, ko'rdim. Arqa misrobga, oldi kinobga bo'ladi. Ha. To'shni hamma joyini ayting kraskasini. Bu oldi o'ting qani aka? Tushundim aka sizni. Siz o'tiring-da. Ha, o'tamasizlar ham aka. Ya, o'tib ketamiz. Kapotani yechilgan ekan. Kapot almashmaganmi o'zi? Yechilgan ekan, ko'raylik. Kapot boshqa kapot. Boshqa kapot bu. Sepilgan kapot. Oldi kapot almashgan ekan. Juda yaxshi. Vaziyat og'ir bular. Znash, Sepilgan. bir gaplashib ko'ramiz endi. Ikkita eshik, mana arqa kireylarni stopni oldini borib qarang-da. Mana shu bala suyanib turgan joyni qarang, men gurunglashib qolib qara olmadim. Ana stopni oldini qarang. Stopni oldiga pitni o'tgan ekanda. Kraska ko'rdingizmi? Men gaplashib qoldim, qara olmadim. O'sha kraskasi bor ekanda, o'sha yerda. Stopni yoni sepilgan ekan pitni. O'sha yerda ko'rdim. Mana ham jestanchikdan yaxshi ko'rayotganman mana. Asta-asta. Aka, tushundim vaziyatni. 2020-yil avtomat 125 ming yurgan. Kapot almashgan ekan, oldi kapoti. Ikkita eshingizni pasti. Endi siz bilmaysiz. Men siz hozir aybdorsiz demayman, lekin bitta narsa aka. Nimaiki bo'lgan taqdirda ham siz hozir Osiyo Avtoga mashina sotgan keldingiz-da. Men bu yerdan Mamunchoqdan olgan kelgan. Hammaning muammosi o'zi yetadigan bir davrda hozir, mayli. Endi sizniki sal havas qilgan emas ekan. Lekin kimdir olsa ham kraskasini bilib olish kerak-da mendan ham. O'sha uchun aytaman aka, kraskalarimni kapot almashgan, ikkita eshingizni pasti, arqa stopingizni yoni shunday petno o'tgan. Men endi ko'rayotgandim, guringlashib qolib qaralmadim. Qolgan joyini ular ko'rgan ekan. 2020-yil. Bu mashina oldi sotdi bo'lish kerak, значит. Aka olamdan o'tgan bo'lsalar, yangi nomiga o'tib qolgan. Texpasportga yangi nomiga kreditlarni to'lab chiqardinglar. Hozir bu video chiqadi Instagramga, qarshilingiz yo'qmi? Iloji bo'lsa qo'yaylik, bitta ikkita sal o'rnak bo'ladigan gap gapirmoqchiman-da. Shu bir sabab bo'ladi-yu, bu ham bir yaxshilikka bo'ladi-da. O'lim haqlik uchun gapiraman-da. Qarang, kreditga olish yaxshi, amallab ketiladi. Iloji bo'lsa kreditga olmaslik kerak. Chunki erta bir kun ayolni erkayi tog'i hisoblanadi-da hammani. Tog'dan ayrilgandan keyin buni temirni borki, matoqlikni bilgandan keyin buni qizig'i yo'q-da. Lekin kreditga olingandan keyin odam o'lsa ham kreditni yashayveradi-da. Mana shunisi yomon, men shuncha aytaman. O kreditga ko'p ham o'zlari chiqmaylar. Issiqjonda isitmasi bor. Kasal bo'lish bor, yo mana olamdan o'tib qolish bor. O'shanday paytda ham kredit qolib ketaveradi-da. Uni bankka uni qizig'i yo'q, bo'ldi, o'ldi, endi kreditini yopib beramiz davlat tomonidan deyilmaydi. To'laysan, chiqarasan, shunday ko'ringlar. Yomon, yaxshi emas. Aka, nech pullaysiz? Bir narx aytib ko'ring-chi. Men sizni qiynash niyatim yo'q. Men ham bir narx aytib ko'raman. Siz ham bir narx aytib ko'rasiz. To'g'ri kelsa bersangiz olaman. Bo'lmasa ham sizni mashinangizni Instagramga qo'yamiz, nomeringizni kiritib beraman aka, jon aka. Menga, men bu yoqqa o'tgan odamlar to'g'ri kelmasa ham butun O'zbekiston ko'ryapti-ku hozir, ha. Kimgadir to'g'ri kelar, sizni mushkulingiz oson bo'lsin, jon aka. O'shanga bir siz sotuvchi sifatida keldingiz endi, men xaridorman. Siz molingizni narxini bitta ayting, men ham keyin bir narx aytib ko'raman. To'g'ri kelsa berasiz. Nech pullaysiz? Qiynalyapsiz, ha? Narx aytishga qiynalyapsiz. Narxlar ancha tayyorlardi. Salon yana 10 million skidka beryordi mana shu hafta ichiga. Xudo xolasa 2 oyda ichida yana 10 million skidka beradi avtosalon. Yangi Cobalt 141 million 300 ga tushib qoldi. Pachkalari buni 26lari. 2020larning zo'rini 90-95 milliongacha olib turilgan payt edi.
kraskasi yo'q, radnoy tinig'i kelsa 90 million, 95 milliongacha olib turuvdim. 20 ni zo'rini. Endi buni yomon ham deb bo'lmaydi, yaxshi ham deb bo'lmaydi. Bu o'rta holatdagi Cobalt hisoblanadi. Endi ham oldi sottisi ham bor-da aka buni. Oldi sottisi bor, sal qiyin bo'ladi. Mayda-chuyda qilmayman akajon aka. Agar bera olsanglar, vaziyatingizni tushungan holatga faqat. Birovdan bu narxga olmayman. Erta yana kimdir ko'rib 20 shu narxga oldi deb kelmasin. Vaziyatni bilganim uchun aka bera olsangiz 83 million so'm beraman. Bu degani 93 million so'mga so'radim degan. 10 million dokumentiga ketadi. 83 million so'mga bersangiz olib qolaman aka. Naqd pulga. Kam bo'ladingiz. Nech pul bo'lsa bo'ladi. Mana endi gapirarsiz siz-chi bo'lsa. Mana bir narximda aytdim. 87 million o'z kreditini yopdi. 87 million yopdinglar. O'zidan ham ko'p ekanda. Nech pul deysiz o'zingiz? Yo'q, unday narxlar yo'q aka. Boya 23 keldi, 90 million so'radim aka. 100 millionga 23 ta egasi beradi. 46 ming yurgan kraskasi yo'radimi? 2023-yil 90 million so'radim aka, generallarimiz chiqadi. Hozir men vaziyatingizni bilganim uchun 83 so'radim. U 100 million bo'lsa beraman dedi. 2023 metan qo'yilgan. Mana bitta ish qilaylik. Nima qilib million beradi? deb aytib bering. Olsa oldi, olmasa. Xo'p, Instagramga nomeringiz bilan qo'yib beraman. Mendan xafachilik bo'lmaydi. Xo'p. Xo'p, akalar ko'ringlar, 105 ming yurgan Cobalt 2020 avtomat. Metan gazi bor, kraskasi, ikkita eshikni passiya, bitta orqa kriloni stopda yana petno o'tgan. Eshiklarga ham petno sepilgan, to'liq sepilmagan. Endi vaziyatni ko'rib turibsizlar. Generalni chiqmaydi, oldi sotdi bo'ladi. 100 million bo'lsa sotaman, deyaptilar akam. Akalar ichimizga bormi 100 millionga oluvchilar? 2020-yil avtomat. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik 99lik 932 932 33 38. 33 38. Endi narxi nima uchun baland deysa, boya guringni ham qo'yib yuboriladi aka. Narxi shu uchun balandroq sal.